Yer shari Magnitsdagi qonunning Uyg'urlar davosiga qandaq foydasi borligi haqida qarashlarim. Avtori Asiya Uyg'ur. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Amerikaning Magnitsdagi qonuni bo'yicha Xitoy amaldorlarini jazolashi talab qilingan Amerika kongresslari haqidagi bir xabar sababli nurg'un do'stlar bu xabarga nisbatan o'z fikrlarini bayon qildi. Ba'zilar bu xabardan xush bo'lishgan bo'lsa, yana ba'zilar yanala umidsizlanish ichida turmoqda. Shu sabab xabar haqida o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Magnitsdagi qonunning nima ekanligi haqida men burun bir yozma e'lon qilgan. Ya'ni bu qonun faqat Amerika ichi va sirtidagi har qanday buhroning kishilik huquqiga daxli taruz qilish, ig'ir tan jazosi yurgizish, qonunsiz odam o'ldirish qatorliq jinoyatlarni sodir qilgan hukumat amaldorlarini jazolash uchun maxsus chiqarilgan qonun bo'lib, bu avvalgi Ikkinchi dunyo urushidagi yuqorqidek jinoyatlarni sodir qilgan davlatlarga qartilgan jazolash qonunlarining texmi kengaytirilib, shaxslarni jazolashga, ya'ni shaxslarning jinoyatini surishti qilishga o'tganligining asosidir. Ya'ni burunqi jinoyatchilar hukumat majburlaganligi sabab bu jinoyatni sodir qilganligini sabab ko'rsatib, shaxsiy jinoyatni surishti qilinishga amalsiz qilingan bo'lsa, buningdan keyin mana shundoq insonlarning normal haq-huquqlariga ig'ir darajada ziyon yetkazgan jinoyatchi shaxslarmi jazolandi. Magnitsdagi qonuni bilan jazolangan odamning Amerika va uning ittifoqdosh davlatlarga qilingan ziyorati cheklamaga uchraydi. Ularning iqtisodi yolg'iz Amerikada emas, balki Amerika va uning ittifoqdosh davlatlaridami to'ngiltiladi. Nurg'un kishilar bu qonunning Uyg'ur davosi uchun ancha foydasi bo'lmasligidan ansiravatadi. Ammo men bunda qarmadim. Chunki yer shari Magnitsdagi qonuni xalqaro e'tirof qiladigan qonun. Qonun bo'lgan ekan, bu qonun bo'yicha jazolanguvchi yetarlik jinoiy isboti bo'lmasa, jazoga tortilmaydi. Demak, yer shari Magnitsdagi qonuni bo'yicha jazoga tortilgan barliq kishilar insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilgan, inson huquqini dafsanda qilgan, kishilarni qonunsiz o'ldirgan va kishilik huquqini ilgari surish komitetlari yoki shaxslarga buzg'unchilik qilgan, pora yegan va pora bergan va bularga yontayoq bo'lganlarning hammasini o'z ichiga oladigan bo'lib, yuqorida tilga ilingan jinoyatlarning hammasi normal insonlar jamiyati qabul qila olmaydigan jinoyatlardir. Shu sabab bu jinoyat bilan ayblangan shaxs va bu jinoyatchi yashagan davlat o'xshashla butun dunyo tarafidan nafratga uchraydi. Masalan, Chinchuango qatorliq Xitoy amaldorlari vatanimizdagi xalqimizga solgan zulmlari sababli Magnitsdagi qonuni bo'yicha jazolanadigan bo'lsa, undaqda xalqaro bizning ezilgan millat ekanligimizni, ya'ni Xitoyning bizning ustimizdan elib borgan zulmlarini e'tirof qilgan bo'ladi. Chunki Magnitsdagi qonuni hargizmi paksiz biror kishiga jazo hukm qila olmaydi.
Qonun hissiyatni emas, faqat paketni asas qiladi. Bu biz uchun naytimi cho'ng xo'shallanarliq ish bo'ladi albatta. Buningdan boshqa Magnitsky qonuni bo'yicha jazoga tortilganlarning Amerikadagi mol-mulki butunlay to'ngiltiladi. Bizga ma'lum bo'lganidek, Xitoyning cho'ng amaldorlarining qandaq pora yeydiganligi va yiqqan targanlarni Xitoydagi banklarda emas, balki chet ellarga mangdirdiganligini bilamiz. Ya'ni Xitoy amaldorlarining nurg'un boyliqlari Amerika qatorliq taraqqiy topgan davlatlarda bo'lib, agar Magnitsky qonuni bo'yicha bir Xitoy amaldori jazolansa, u amaldorning Amerikadagi barliq mol-mulki va barliq urug' tuqqanlarining mol-mulki Amerika hukumati tarafidan to'ngiltiladi. Bu ahvol albatta Xitoy iqtisodiga alohida ta'sir ko'rsatishi mumkin. Parxo'rlik bilan jazolanish amalga eshib qolsa, texim qaltis ishlar yuz beradigan bo'lib, ya'ni Xitoyning yillardan beri butun dunyo miqyosida pora berish bilan setib olgan hukumat amaldorlarini jazolash orqali Xitoyga texim ig'ir zarba berilishi mumkin. Bu qonunning qanday kuchi borligini keyingi kunlarda texim yaxshi tushunamiz. Agar da'voyimizda natija yoritamiz deydiganmiz, Xitoyning jinoyatini pash qilish, ko'rgan bilganlarimizni so'zlash, guvohlik berish orqali Xitoydagi texmi ko'p jinoyatchilarning jazolanishini qo'lga keltirishimiz va bu orqali da'voyimizni butun dunyoning esdashligiga erisha oladigan, butun insoniyatning o'rtaq da'vosiga aylantirish uchun kuchishimiz kerak. Dunyo texnologiya davrida turayotgan bugungi kunda biz uchun qurol faqatla o'q-dori emas, balki aql va bilimdir. Uzundan buyon izchil guvohlik berish ishlarimizga ovoz qo'shayotgan barliq qahramon va qaysar insonlarga samimiy salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Mushundaq guvohliklarning va isbotlarning kuchi sabab bugun Amerika Magnitsky qonuni orqali Xitoy amaldorlarini jazolash ustida izlanadigan davr keldi. Biz bundaq qonunlardan cho'qim yaxshi foydalanishimiz kerak. Shu sabab barliq Uyg'urlarni to'xtamasdan guvohlik berishga, ko'rgan zulmlarga sukut qilmaslikqa chaqiraman. Hurmat bilan Asiya Uyg'ur.